Tushda echki kallasini ko'rish. Biror ishning oxiri, kalla, bosh, ishlarning yakuni, qarorlar yoki natijani bildiradi. Echki kallasini ko'rish esa oddiy, lekin sabr talab qilgan bir ishning tugashini bildirishi mumkin. O'jar odam bilan to'qnashuv. Echki ba'zida o'jarlikni bildiradi. Uning kallasi esa sizni boshqarishga, ishlaringizga aralashayotgan qaysar odam bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Qurbonlik yoki fidokorlik. Ba'zi holatlarda echki diniy yoki marosimiy ramz sifatida talqin qilinadi. Kallasini ko'rish sizning yoki atrofdagilarning biror narsa uchun qurbonlik qilish holatini anglatishi mumkin. Ogohlantirish. Bunday g'ayrioddiy tush ba'zida sizga ehtiyot bo'lish, kimlargadir ishonishda hushyorlik bilan yondash kerakligini bildiradi. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.